Mana Tailandda bugun 5-kun sayohatimiz. Ananaslarni mana shunaqa chiroyli qilib kesib taxlab qo'ygan. Mana shunaqa chiroyli mevalardan ham yeb ko'rdik. Juda ham mazali. Ta'mi juda ajoyib. Mana bu meva ham juda yoqdi. Bu mevaning nomi nima? Mangosi? Bu meva mangostin. Bu mangostin ekan, juda ham ichini ochib yesangiz juda ham mazali, juda ham shirin. Juda ham shirin. Bu mana bu mevadan ham olib yeb ko'rdik. Bu ham mazali. Bu rambutan ekan, buni nomi rambutan. Juda ham mazali. Bunisidan ham tatib ko'rdik. Bu ham juda mazali. Mana mevalari har xil mevalar. Juda ham mazali, bir-biridan go'zal, bir-biridan mazali mevalar. Hammasi odamga yoqadi. Mazza.